Bugun 2025-yil 9-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 32-ligi munosabati bilan Adliya vazirligi hamda Yuridika fakulteti bilan hamkorlikda tashkil qilingan Streetlove klubi a'zolari tomonidan siz konstitutsiyani qay darajada bilasiz nomli viktorina o'tkazilmoqda. Assalomu alaykum. 5 daqiqa vaqtingiz bo'lsa, sizga savollarimiz bor edi. Agar savolga javob bersangiz, sovg'a beramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi necha moddadan iborat? Qoraqalpog'iston Respublikasi 121 moddan. 121. 121 modda. 128. 121. 121 modda. To'g'ri. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan birga qaysi ramz qabul qilingan? Qaysi? Gerb. Gerbi. Gerb. Gerb. Bayroq. O'zbekiston Respublikasi prezident vakolat muddati 7 yil. 5 yil. 7 yil. 7 yil. 7. 7 yil. Qoraqalpog'iston oliy vakillik organi qaysi? Jo'xori kengash. Oliy majlismi? Yuqori kengash. Jo'xori kengash. Oliy vakillik organi. Qonun chiqaruvchi. Yuqori kengash. Yuqori kengash. Siz hamma savollarga to'g'ri javob berdingiz va sovg'amiz beramiz. Rahmat. Siz sovg'a egasi bo'ldingiz. Marhamat. Siz 4 ta savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Sizga top sovg'a qilamiz. Rahmat. Streetlove klubi faoliyati bilan tanishmisiz? Ha, tanishmiz. Xo'sh, qanday faoliyat bilan shug'ullanadi? Targ'ibot o'tadi. Masalan, jinoyatchilik ishlari bo'yicha tushuntirishlar olib boradi. Xo'sh, Streetlove klubi faoliyati haqida xabaringiz bormi yo eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Xo'sh, qanday fikringiz? Ajoyib. Men juda ham ko'p viktorinalarda bu yerga qatnashganman va menga juda ham yoqqan. Xo'p, rahmat qatnashganingiz uchun. Streetlove klubi faoliyatidan xabaringiz bormi? Xabarim bor. Streetlove klubi bo'yicha qisqacha fikringiz. Streetlove klubi asosan targ'ibot ishlari bilan amalga oshiriladi hamda o'sha yoshlar orasida huquq faoliyatini keng yoshda asosiy da'vogarlardan biri. Rahmat kattakon. Sizni sog'aysiz. Rahmat qatnashib berganingiz uchun.